Tabiatda shunday baliq bor. Uning yashash joyini ko'rsangiz, ko'zingizga ishonmaysiz. Bu inju balig'i. U o'ziga uy qilib, dengiz bodirining orqa teshigini tanlagan. Bu baliq na qoida biladi, na uyat. Mezbon nafas olish uchun orqasini ochganda, u chaqonlik bilan ichkariga sho'ng'iydi. Eng qizig'i, u shunchaki mehmon emas, balki mezbonning ichki a'zolarini yeb, kun ko'radigan haqiqiy tekinxo'rdir. Lekin bir o'ylab ko'ring, bu faqat dengiz tubida bo'layotgan voqeami? Bizning oramizda ham inju baliqlar kammi? O'zining manfaati uchun birovlarni shaxsiy chegarasini buzib kiradigan, tili shirin-u, lekin ichingizni kemirib bitiradigan parazit fe'lli insonlar yo'q deysizmi? Ba'zilar bor. Siz ularga hayotingizdan joy berasiz. Ular esa buni o'zlariga mulk qilib olib, qoidalarsiz o'yin boshlaydilar. Dengiz bodiriga o'zini qayta tiklay oladi, lekin inson qalbi bunday hujumlardan keyin uzoq vaqt chandiq bilan yashaydi. Atrofingizga qarang, sizning ichingizda ham kimdir yashab yurgan bo'lishi mumkin. Sog' bo'linglar.